Abdulla Qodiriyning O'tgan kunlar romani Sharq adabiyotining durdonalaridan biri bo'lib, unda muhabbat, vatanparvarlik, sadoqat va xiyonat, orzu va hasad hayotiy voqealar orqali yuksak badiiy mahorat bilan tasvirlangan. Asar nafaqat go'zal sevgi qissasi, balki xalqimiz tarixi, urf-odatlari va ma'naviy qadriyatlarining yorqin ifodasidir. Shoirona tasvirlar, unutilmas qahramonlar va qalbga yetib boradigan iboralar bugungi kunda ham o'z qadrini yo'qotmagan. Aynan O'tgan kunlar romani Abdulla Qodiriyni o'zbek romanchiligining asoschisi sifatida adabiyot tarixiga muhrladi. Bu shunchaki tarixiy roman emas. Bu muhabbat, sadoqat va millat taqdiri haqida hikoya qiluvchi o'lmas asardir. O'tgan kunlar har bir kitobxon qalbidan joy oladigan, qayta-qayta mutolaa qilishga arzigulik nodir asar. Uni o'qing va har bir sahifada yashiringan tarix hamda tuyg'ular olamini o'zingiz kashf eting.